ovqatimiz haqida fikrlaringiz qanday chiqdi sizga? Nima haqida? Bugungi ovqatimiz haqida fikrlaringiz. Ovqatni ko'rinishi zo'r. Ko'z bilan ta'mini bilmayman. Ta'm bilish uchun bu tilga tegish kerak, og'izga kirish kerak. Mana kakras. Qani deb ko'ring-chi. Mana hozir Bismillahirrohmanirrohim. Hozir masalaga ko'rib, chunki hali ko'rmasdan yolg'on gapirish bizga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatda tam mo'jizali tam. Yani sariyog'ni ta'mini sezganman, sariyog' ekan. Gollandskiy sos, novazet qilingan, ozgina suzishlangan. Juda ham haligi Krem bilan. betakror. Avvalgi biz bilgan o'sha mazali taomlarni ta'mini takrorlamaydigan. Juda ham mazali. Kremimizdan birov olib ko'ringizmi? Nima ekan? Va men kremiga gap yo'q. Krem ilgari kabochka va ikra bo'lardi. O'shanga o'xshab ketar ekan ko'rinishi. Haqiqiy mo'jiza deydi-ku, mo'jiza. Endi rostdan. Rostdan. Gap so'z bo'lishmaydi. Yo'q. Taom oldida men sizga nima qilaman hali qilib? Nima deydi? Yolg'on gap kerak emas. Tomoshabin